Barchaga assalomu alaykum. Sizlar ayni damda bu bor gap kanaldasiz. Bugungi videoda Illuminati tashkilotiga, ya'ni shaytonga o'zlarini sotgan mashhurlarga nazar solamiz. Bu tashkilot dunyoni o'z qo'liga olishga harakat qilmoqda. Bu yashirin tashkilotning yuqorisida turgan ko'rinmas odamlar media va mashhur yulduzlarni oson yo'l bilan sotib olishmoqda. Ko'pgina mashhurlar shon-shuhrat va milliardlab pullar uchun bu tashkilotga kirgani ko'pchilikka sir emas. O'z o'rnida yana bir gap. Bu tashkilotga kirgandan keyin qaytib chiqmoqchi bo'lgan bir qancha odamni bu qora guruh uchun qurbon qilinganliklari davomlicha aytib kelinmoqda. Bir qancha mashhurlar Illuminatiga bo'ysunmagani uchun o'ldirilganliklari ham yolg'on emas. Shu vaqtgacha Illuminati tomonidan ko'pgina mashhurlar o'ldirildi. Qanchalik yashirin tashkilot bo'lsa ham Illuminati o'z kuchini yo'qotmayapti. Buning sababi esa har bir davlatdagi mashhur mansabdor kishilar bu tashkilot bilan kelishib birgalikda harakat qilishmoqda. Bu gaplarimga ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Agar siz ham bu tashkilot haqida chuqurroq ma'lumotlar to'plasangiz, haqiqatlar bilan yuzlashishingiz aniq. Bugungi videoda esa bu tashkilotga qarshi chiqqan va ko'pchilikni oldida bu tashkilotga ruhini sotgan mashhurlarga nazar solamiz. Demak, biz boshladik. Audio Jungle. Eminem 2000-yillarda The Slim Shady nomli albomini chiqarishi bilan shon-shuhrat sohibiga aylangandi. Qo'shiqlari qisqa vaqt ichida butun dunyoga mashhur bo'ldi. Eminemning xayollari ortiq haqiqatga aylangan edi. U o'zi o'ylamagan darajada milliardlab pullarga va shon-shuhratga erishgandi. Ortiq Detroitdagi muammoli hayotini ortda qolganini o'ylardi. Ammo mashhur bo'lish uchun Illuminatining quchog'iga o'tirgan Eminemni jiddiy sinovlar kutardi. O'sha paytlarda Illuminatiga taslim bo'lganini qo'shiqlarida sezdirib qo'yayotgandi. Qo'shiqlarida ruhini shaytonga sotganini va qaytib ola olmasligini aytardi. Uzoq vaqt bu tashkilot bilan kurashgan Eminem keyinchalik qo'shiqlarida bu tashkilotdan chiqishni istayotganini yashirin tarzda aytardi. Agar bu yerdan chiqsam, og'ir badal to'layman degan qo'shig'i haqiqatga aylandi. Eng yaqin do'sti o'ldirildi. Eminem esa qo'rquv va tahdidlar sababli ancha payt hech kimga ko'rinmaslikka qaror qilgandi. Ancha payt hech qayerda ko'rinmagan Eminem 2009-yil MTV taqdirlash marosimida yana ko'rinish berdi. Tasodifga qarangki, Lady Gaga'ning mukofotini berish uchun tayinlangan ism Eminem edi. Mashhur qo'shiqchi Lady Gaga o'sha kuni sahnada shaytoniy libos kiygandi va Eminemning qulog'iga bir narsalarni pichirlab aytadi. Mashhur repchining qo'rqgan holati kameralarga mana bunday tushib qoldi. Yulduz repchi Illuminatiga qarshi chiqmasligi uchun ochiqchasiga tahdid qilinayotgandi. O'sha paytlarda Eminemning ishi yurishmayotgandi. Eminem 2010-yil Recovery nomli albomi bilan katta sahnaga qaytadi. Oldingi imiji va sariq sochlaridan asar ham yo'q edi. Albomidagi qo'shig'ining so'zlarida va kliplarida Illuminatiga qarshi kurashdim, ammo uddalay olmadim degan so'zlarini yashirincha aytardi. Shunday qilib Eminem yana eski holatiga qaytgandi. Balki Illuminati bilan kelisha olmasa, hayotini zindon bo'lishini tushungan Eminem yana o'zini shaytonning quchog'iga otadi. Eminem yangi albomidagi Rap God nomli qo'shig'ida o'zini repning xudosi deb atadi. 6 daqiqa-yu 10 soniyalik u qo'shiq rep tarixidagi eng mashhur qo'shiqqa aylandi. Eminem u repida 1560 ta so'z ishlatib, Guinnessning rekordlar kitobiga ham kirdi. Shuning soyasida eski shon-shuhratiga yana qaytib ega bo'ldi. Eminem Illuminatining qirolichasi bo'lgan Rihanna bilan ham Monster nomli duet ham aytgandi. O'sha klipda Eminem Illuminati bilan kurashganini, lekin qocha olmaganini ko'rsatib bergan. Eminem Illuminatidan qutulmoqchi bo'lgan yillarini bu videoda aytib o'tgan.
Beyonce ham turmush o'rtog'i Jay-Z kabi doimiy Illuminatining belgilarini ko'rsatib kelmoqda. Hattoki Beyoncening Illuminatining a'zosiga aylanishida turmush o'rtog'i Jay-Z'ning yordami kattagina. Beyonce va Jay-Z'ni dunyodagi eng boy oila ekanligidan xabaringiz bo'lsa kerak. Mashhur jurnalist Winfrey bilan bo'lgan suhbatda Beyonce birinchi marta Illuminatining yordami bilan mashhurlikka erishganman dedi. Winfrey esa bunaqangi jasur ekanligingiz uchun rahmat deb javob qaytardi. Beyoncening egizaklariga qo'yilgan ismlar anchagina qiziqarli bo'ldi. Egizaklardan qiz bolaga Rumi, o'g'il bolaga esa Sir ismi qo'yildi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun ismlarga izoh berib o'taman. Rumi ismi shundoq eshitilishi bilan turk liderlarining old qatorida kelgan Mavlono Jaloliddin Rumiyni eslatib yuboradi. Sir ismi esa Rumiyning she'rlarida ishlatilgan afandi ma'nosini anglatadi. Mavlono yaqin do'sti Shamsni doimo afandim deb chaqirardi. Bu ismlarni egizaklarga Illuminatining qo'ygani ma'lum bo'ldi. Bu ismlarni qo'yishdan maqsad esa musulmon davlatlarga yaqin bo'lib, o'zlarini yaxshi ko'rsatish edi. Illuminatining Twitter sahifasida Rumi Ramazon yozilishi o'sha paytda bu iddaolarni kuchaytirdi. Shakur Tupac. Amerikaning eng yaxshi repchilaridan biri Tupac 1971-yilda dunyoga keldi. Tupac yosh bo'lishiga qaramasdan o'sha paytlardagi bir qator mashhur reperlarga dars berib qo'ygandi. Shakur Tupac ilk boshlarda mashhur bo'lish uchun ruhini Illuminatiga sotgani aytib kelinmoqda. Shakur Illuminatiga to'g'ri kelmasa-da, Illuminati uchun borini berib replar aytgandi. Bir amallab Illuminatiga kirishni uddaladi. Keyinchalik esa ishlarning rangi o'zgarishni boshladi. Shakur mashhur bo'lganidan keyin Illuminatini qoralashga tushdi. Ayniqsa qo'shiqlarida doimiy bu tashkilot yomon ekanligini aytib kelardi. Bu gaplardan keyin Shakur Illuminatining dushmaniga aylanib ulgurgan edi va doim Illuminatidan qochib yurardi. Bu qochish 1996-yil 7-sentyabrda Las Vegasda 4 dona to'pponchadan uzilgan o'q bilan tugadi. Shakur kasalxonaga yotqizildi. 6 kundan keyin esa bu hayotdan ko'zlarini yumdi. Shu kungacha Illuminatiga qarshi chiqqan mashhurlardan hech biri hayotda qola olmadi. Shakurni Illuminati uchun qurbon qilinganligi aytib kelinmoqda. Lady Gaga. Lady Gaga Illuminatining belgilarini ko'zimizga tiqib kelgan mashhurlar orasidagi eng shaytoniy qo'shiqchi hisoblanadi. Bir ko'zini berkitishi, piramida sahnalari, yuzidagi makiyajlarda ham Illuminatining belgilari bor. Uning qo'shiqlarini so'zlarida, kliplarida, ustidagi kiyimlarda ham Illuminatiga ishoning ma'nosida yashirin belgilarni ko'zimizga tiqib kelmoqda. Bir o'ylab ko'ring, unga o'xshagan millionlab insonlar bor. Faqat Gagani Illuminatiga qandaydir bog'liqlik yeri bor. Shu sababdan mashhur bo'lishni uddasidan chiqdi. Lady Gaga Illuminatining soyasida mashhur bo'lganini o'z og'zi bilan aytib kelmoqda. U gazetaga intervyu berganida ko'p kliplarini Illuminatidan ilhom olib chiqarishini aytgandi. Gaga haqiqatdan ham Illuminatining shaytoniy malikasi. Michael Jackson. Michael Jackson 2009-yil 25-iyunda Londonda o'tkazilishi kerak bo'lgan konsertdan bir necha kun oldin o'ldirildi. Michael o'limidan oldin Illuminatiga qarshi chiqqani va bu tashkilot dunyoni yomon tarafga o'zgartirayotganini aytib kelayotgandi. Michael o'limidan oldin men erkin qo'shiq aytishni xohlayman deb intervyu ham bergandi. O'sha paytlarda Michaelga aqldan ozgan va yosh bolalarni zo'rlaganligi haqida ayblovlar qo'yilgandi. Michael esa bu gaplarni tuhmat ekanligini, bolalarga bo'lgan yaxshi munosabatim o'zimga tuzoq sifatida ishlatilmoqda deb javob qaytargandi. O'sha paytlarda Michael Jacksonning singlisi Janet Jackson akasini o'ldirishga ko'p marotaba harakat qilayotganliklarini aytib kelardi. Bu videoda esa Michael unga aytilgan har xil tuhmatlarga javob qaytargandi.
Eng qiziqarli tarafi esa bu videoni hech qaysi professional televideniye efirga chiqarmadi. Faqatgina o'sha zalda bo'lgan odamlar Maykelni o'z telefonlariga videoga olishdi. Mana o'sha haqiqiy intervyu. Michael Jackson o'limidan oldingi yillarda insonlarga qilayotgan yordamlari bilan tanilayotgandi. Doimo Allohga ishonishini aytib kelgani va dunyoni yaxshi yo'lda o'zgartirish kerak degan gaplari uni o'limiga sabab bo'ldi. Yagona dunyo tuzumini istayotgan bu tashkilot shaytoniy rejalarini davom ettirmoqda. Bularning asl maqsadi dinlarni yo'qotish. Shu sababdan juda ko'p kinolar va kliplarda erotik sahnalar insonlarning miyasiga singdirib kelinmoqda. Ba'zi bir odamlar bu narsaning farqiga ham borishmayapti. Barcha dinlarning bir-biriga o'xshash tarafi insonlarning ruhini toza bo'lishini ta'minlaydi va yana taqiqlangan yaqin munosabatlardan uzoq turishni talab qiladi. Bu yashirin tashkilotning rejasi insonlarni o'z dinidan chiqarish. Shu sababdan har xil erotik sahnalar biz ko'rishni istamasak-da har yerdan chiqib kelaveradi. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlar, seriallar. Illuminatiga o'z qobiliyati bilan qarshi chiqqan Michael bu kirli tuzumga sherik bo'lishni istamadi. Natijada esa Michael tuhmatlar sababli ham obro' e'tiboridan hamda oniy bir o'lim bilan oramizdan ayrildi. Bu videoni YouTube'da keng tarqalishi uchun videomizga bir dona like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Unutmang, bu Bor Gap kanali. Biz bilishimiz kerak bo'lgan juda ko'p sirlar bor. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.